Assalomu alaykum avvalambor. Mana shu videoni kuzatib boradigan kimdir ko'rib qolgan insonlar. Men kameraga qarshisiga chiqishga juda uyalaman desam xato bo'ladi. Uyalish emas, bir qanaqadir men uchun bir постоянно qiladigan narsa bo'lmagani uchun, odatiy hol bo'lgani uchun kameraga prямой chiqib gapirishga mahoratim ham yo'q, gapira olish anonim yo'q. Men aytmoqchimanki, men hozirgi video обращение qilishimdan maqsad o'zim haqida o'zimga gapirib bermoqchimanki, bu ba'zi insonlarga balki qiziqdir, balki qiziqmasdir. Balki hech kimga qiziq bo'lmashi mumkin. Bu hayotda hech kim o'zini hech qachon yomon deb aytmaydi. Hech qachon hech qayerda yomon noto'g'ri qilgan ishini noto'g'ri qildim demaydi, demashi mumkin. Deyadiganlar ham bor. Aytib o'tishim kerak. Men shu turmushim davomida oila qurib, yaxshi ko'rgan insonim bilan yashab kelaman hozirgacha. 3 yil bo'ldi ya. Yaqinlashib 3 yil bo'ldi. Ayol kishiga qo'l ko'tarish mumkin emas, ayol kishiga so'kinish mumkin emas, ayol kishini urish mumkin emas. Erkaklarda nima deydi uni? Hech narsaga haqqi bo'lmaganligidan chustut qilishni boshladim, shu his qilishni boshladim. Hech narsaga haqqi yo'q. Normalni erkak bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. Men normal dasturni erkak rolini ham qilib ko'rdim. Hamma narsamni qilib ham ko'rdim. Ro'zg'or desa ro'zg'or, kiyintirish desa kiyintirish, va hokazo. Bularni aytsangiz agar sendan boshqasi ham buni qiladi, men o'zim ham buni ishlab qo'ya olaman deb aytadi. Qisqa shuki, hayotda o'zingizni yo'qotib qo'yishdan asraning, saqlanish kerak ekan odam. Men o'zimni yo'qotib qo'ygan bir inson sifatida odamlarga shu video обращение, shu video murojaatni qilmoqchiman. Men turmushimdan mamnun emasman deb tilga keltirganim sababi bu, men birovni jalba qilib yoki birovni shikoyat qilmoqchi emasman bundan. Hammasiga hammamiz o'zimizni taqdirimizni o'zimiz qo'llarimiz bilan quramiz yoki sotib olamiz buni o'zimizga. Shuningdek, men ham shu o'zimni taqdirimni o'zim sotib olganman. Bundan qochish yo'q. Qochish birgina Xudoning bilan o'zingizning qo'lingizda bo'ladi bu narsalar hammasi. Yo yig'ishtirasiz, yo shu yo'ldan davom etasiz. Nima demoqchiman? Bir inson o'zini hayotini aytib berishdan maqsadi ba'zan yaqinlaringiz, ba'zan do'stlar, dushman, hech kimga ayta olmashingiz mumkin, aytolmagan gaplaringiz bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kameraga loyiq ko'rdim men bu